Muhtaram hamyurtlar, Toshkentdan Rossiyani Moskva, Nijniy Novgorod, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Ufa, Perm va Sankt-Peterburg shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Chiptalar, yo'lda yo'lovchiga kerak bo'ladigan hujjatlar, shuningdek reyslar bo'yicha barcha savollarga ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, avtobuslar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Al-Hadat agentligining axborotiga ko'ra, Yaqin Sharq Trampni Hormuz bo'g'ozini qamal qilish buyrug'idan keyin yangi katta urush ostonasida turibdi. Negaki ayni paytda Qo'shma Shtatlarning Abraham Lincoln samolyot tashuvchi kemasi Ummonga kirib, Hormuz bo'g'ozini sharqiy qismiga kelib o'rnashdi. Kema Al-Hadatga ko'ra Eron sohillaridan bor yo'g'i 200 kilometr janubda Pentagondan buyruq kutmoqda. Trampning o'zini bayonotiga ko'ra esa 13 aprel kuni boshlangan blokadada Qo'shma Shtatlarning 15 ta kemasi ishtirok etmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Tramp Isroilni bosimi bilan tinchlik muzokaralarini emas, balki urushning ikkinchi raundiga start bermoqchi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Eron hukumati rasmiy vakili Fatima Mahadjerani RIA agentligiga bergan intervyusida bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil bombardimonlari natijasida Eronga yetkazilgan zarar 270 milliard dollarga baholanmoqda. Dastlabki va hali juda xom hisob-kitoblarga ko'ra, hozirgi vaqtga kelib zarar 270 milliard dollarni tashkil etmoqda. Uni so'zlariga ko'ra, hukumatning iqtisodiy blogi aniq raqamlarni bir nechta bosqichdan iborat jarayon orqali belgilaydi. Birinchi bosqich binolarga yetgan zararni baholash, ikkinchi bosqich byudjet daromadlari yo'qotishlari va sanoat obyektlari faoliyati to'xtatish oqibatlarini tahlil qilishdan iborat bo'ladi. Fatima Mahadjera shuningdek Qo'shma Shtatlar tomonidan Eronga harbiy reparatsiyalar to'lash masalasi eronlik muzokarachilar guruhi shug'ullanayotgan mavzulardan biri ekanini qo'shimcha qilgan. Bu masala jumladan yaqinda Pokistonda o'tgan muzokaralarda ham muhokama qilingan. Fatima Mahadjerani ta'kidlashicha, Tehron albatta o'z xalqini huquqlarini huquqiy yo'llar orqali himoya qiladi. Bu Minob maktabida to'kilgan qon uchun tovon masalasiga ham taalluqli bo'ladi. Xabaringiz bor, Pokistonda bo'lib o'tgan Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari muzokaralari yakunlariga ko'ra, delegatsiyalar bir qator asosiy masalalar bo'yicha kelisha olmadi. Reuters agentligining ma'lumotlariga ko'ra, tomonlar Hormuz bo'g'ozi, yadroviy masalalar, reparatsiyalar, sanksiyalar va mojaroni yakunlash kabi mavzularni muhokama qilgan. Avvalroq kelajakdagi kelishuv asosiga Eronning 10 banddan iborat rejasi qo'yilishi mumkinligi xabar qilingan edi. Ammo Qo'shma Shtatlar bu safar ham muzokarani Isroilning ko'rsatmalariga binoan olib bordi va u barbod bo'ldi. Italiyaning Politico agentligining axborotiga ko'ra, NATO bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida Hormuz bo'g'ozini blokada qilishni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgani uchun jiddiy kelishmovchilik yuzaga keladi va Tramp Qo'shma Shtatlarni haqiqatdan ham alyansdan olib chiqishi mumkin. Unutganlar uchun shu yerda eslatma. Fransiya bilan Britaniya Amerika Qo'shma Shtatlari bo'g'ozni blokada qilishda yordam berishdan bosh tortib, Vashingtonni bo'g'oz qamali bo'yicha qarorini o'zgartirishga chaqirgan. Bu esa Trampning NATOdan chiqib ketishiga asos bo'lib xizmat qilishi ham mumkin. Aytgancha, NATOni Amerika Qo'shma Shtatlaridan oldin Sloveniya tark etishi mumkin. Negaki Sloveniya davlat kengashining yangi raisi Zoran Stevanovich o'zini ilk bayonotida mamlakatda NATOdan chiqish bo'yicha xalq referendumi o'tkazishga va'da bergan. Zoran Stevanovichning fikricha, Sloveniya mustaqil va suveren siyosat yuritishi, barcha davlatlar, ayniqsa yirik qudratli davlatlar bilan hamkorlik qilish kerak. Biroq bu hamkorlik hech qachon bo'ysunishni anglatmasligi lozim. Endi Germaniya kansleri Friedrich Merzni Netanyahuga yo'llagan chorlovga yuzlanamiz. Isroilning Yerusalim Post agentligining xabar berishicha, Germaniya kansleri Friedrich Merz Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni barcha harbiy harakatlarni to'xtatib, Livan bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlashga chaqirgan. Shu bilan birga Germaniya kansleri Iordan daryosining g'arbiy sohilini qisman anneksiya qilish mumkin emasligini ham ta'kidlagan. Sal oldinroq Britaniya bosh
vaziri Keir Starmer ham Isroilni Livanga zarbalari og'ir gumanitar oqibatlarga olib kelayotgani sabab Livanga hujumni zudlik bilan to'xtatishga chaqirgan edi. Undan oldin esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan Isroilga Turkiya qo'shinlarini kiritish bilan tahdid qilgan. Eslatib o'tamiz, Axios agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Marco Rubio 14-aprel kuni Isroil va Livan vakillarini Washingtonda to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlash haqida bayonot bergan. Marco Rubioga ko'ra, muzokarada o't ochishni to'xtatish imkoniyati, Hizbullohni qurolsizlantirish va tinchlik kelishuv masalalari muhokama qilinadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.